Eng mazali tortlardan biri bo'lgan matildani tayyorlaymiz. Tayyorlanishi oson bo'lgan shirinliklardan biri. Mazasi esa juda ham mazali, albatta tayyorlab ko'ringlar. Idishimizga 2 dona tuxumni chaqamiz va shakar solamiz. Yaxshilab mikser qilib olamiz. Smetana bilan sodani aralashtiramiz. Unda zirhli kakaoni o'lchab olamiz. Mikser qilingan massamizga smetanani solamiz va o'simlik yog'ini solib, unli massamizni ham elab sovolamiz. Ustidan qaynab turgan suvni qo'yamiz. Yaxshilab aralashtirib, qolipda 3 ga bo'lib pishirib olamiz. Har bir qavatini alohida pishirib olamiz. Krem uchun sariyog'ni eritib olamiz va qora shokolad qo'shamiz. Shokolad erigandan so'ng kakao va molokoni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Korjlarimiz yaxshilab sovigandan keyin har bir qavatiga kremni surib chiqamiz. Xolodilnikka 2-3 soatga qo'yamiz va mazali matildamiz tayyor bo'ladi. Ustini xohishga ko'ra bezatsalar ham bo'ladi. Men shokolad bilan bezatib olganman. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali shirinlik.